Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun juda muhim mavzuni gaplashamiz. Pensiya hammaga avtomatik beriladimi yoki yo'qmi? Oxirgi paytda odamlar orasida endi hamma shokda. Pensiya bo'lmaydi. Pensiya jamg'armasi izoh berdi. Kimdir yoshiga yetgan bo'lsa ham pensiyasiz qolarkan degan gaplar ko'paydi. Men bugun shu masalani oddiy tilda hujjat, ish staji, sug'urta badali va real hayotdagi misollar bilan tushuntirib beraman. Bu ma'lumot nafaqat hozir pensiya yoshiga yaqinlashganlar uchun, balki 25-30 yoshdagi ishlayotgan yoshlar, uy bekalari, norasmiy ishlayotganlar, chet elda mehnat qilayotganlar va yakka tartibdagi tadbirkorlar uchun ham juda muhim. Chunki pensiya masalasi keyin ko'ramiz deyiladigan narsa emas. Bugun qilinmagan bir qadam 10-15 yildan keyin pensiya tayinlashda katta muammoga aylanishi mumkin. Agar kanalimizga hali obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hozirroq obuna bo'ling. Videoga like bosing. Chunki men bunday muhim ijtimoiy, huquqiy va moliyaviy masalalarni oddiy odam tushunadigan qilib tahlil qilib beraman. Endi mavzuga o'tamiz. Avvalo bir narsani aniq tushunib olaylik. Pensiya degani faqat yoshga yetganlik uchun beriladigan pul emas. Ko'pchilik erkak 60 yoshga, ayol 25 yoshga yetdimi, demak pensiya oladi deb o'ylaydi. Lekin amalda pensiya tayinlanishi uchun yoshning o'zi yetarli emas. Eng muhim shartlardan biri mehnat staji, ya'ni rasmiy ishlagan davrlar va ayrim hollarda badal to'langan davrlar hisoblanadi. Oldin odamlar ko'proq davlat korxonasida, kolxozda, zavodda, maktabda, shifoxonada, idorada rasmiy ishlagan. Mehnat daftarchasi yuritilgan, ishga kirgan va chiqqan sanalari yozilgan, oylikdan tegishli ajratmalar qilingan. Shuning uchun ko'pchilik pensiya yoshiga yetganda staj masalasi uncha katta muammo bo'lmagan. Albatta, o'sha paytda ham hujjat yo'qolishi, arxiv topilmasligi, yozuv xato bo'lish kabi muammolar bo'lgan, lekin umumiy tizim rasmiy bandlikka ko'proq tayangan. Hozir esa vaziyat o'zgardi. Juda ko'p odamlar norasmiy ishlayapti. Kimdir qurilishda kunlikka ishlaydi, kimdir bozorda savdo qiladi, kimdir uyda tikuvchilik qiladi, kimdir taksi haydaydi, kimdir xorijda ishlaydi, kimdir internet orqali xizmat ko'rsatadi. Daromad bor, mehnat bor. Lekin rasmiy hujjat yo'q. Pensiya tizimi esa ko'p hollarda aynan hujjatga qaraydi. Siz qayerda ishlagansiz, qancha ishlagansiz, bu davr tasdiqlanadimi? Siz uchun tegishli to'lovlar qilinganmi? Shuning uchun pensiya bo'lmaydi degan gapni va'ma sifatida emas, ogohlantirish sifatida tushunish kerak. Pensiya umuman bekor bo'lyapti degani emas. Gap shundaki, rasmiy staji yetarli bo'lmagan, hujjatlari tasdiqlanmagan yoki butun umr norasmiy ishlagan odam pensiya tayinlashda qiyinchilikka duch kelishi mumkin. Ba'zilar to'liq yoshga doir pensiya oladi, ba'zilar kamroq miqdorda oladi. Ba'zilar ijtimoiy nafaqa masalasiga o'tishi mumkin, ba'zilar esa hujjatlarni tiklashga majbur bo'ladi. Men birinchi navbatda har bir tomoshabinga shuni aytaman. Pensiya huquqingizni bugundan tekshiring. Hali yoshman, hali vaqt bor. Pensiyaga chiqquncha qonun o'zgaradi deb yurish juda xavfli. Chunki stajni tasdiqlash uchun kerak bo'ladigan hujjatlar vaqt o'tgan sari yo'qoladi, korxonalar yopiladi, arxivlar boshqa joyga ko'chadi, guvohlarni topish qiyinlashadi. Yoshga doir pensiya uchun odatda erkaklar va ayollar uchun belgilangan pensiya yoshi zarur ish staji va hisob kitob davrlari ahamiyatga ega. Men bu yerda eng muhim prinsipni tushuntiryapman. Davlat sizning og'zaki aytgan gapingizga emas, tasdiqlangan ma'lumotga tayanadi. Siz men 20 yil ishlaganman deyishingiz mumkin, lekin mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomasi, ish beruvchi tasdig'i, elektron mehnat tarixi yoki tegishli to'lovlar bo'lmasa, bu 20 yilning hammasi hisobga olinmasligi mumkin. Birinchi misol, Salima opa 25 yoshga to'ldi. U 1979 yildan 2005 yilgacha tikuv fabrikasida ishlagan. Keyin uyda bolalarga qaragan, keyinchalik bozorda savdo qilgan. Fabrikadagi ish davri mehnat daftarchasida bor, arxivdan ham tasdiqlansa, bu yillar stajga kiradi. Lekin bozordagi savdosi rasmiylashtirilmagan bo'lsa, soliqda yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tmagan bo'lsa, pensiya hisobida u davr muammo bo'lishi mumkin. Salima opa, men endi yil bozorda tik turib ishladim desa ham, hujjat bo'lmasa. Pensiya jamg'armasi buni staj sifatida avtomatik qabul qilmaydi. Ikkinchi misol, Akmal aka 60 yoshga yaqin. U yoshligida Aksil zavodda ishlagan, keyin Rossiyaga ketib 12 yil qurilishda ishlagan. Agar Rossiyada rasmiy ishlagan bo'lsa, tegishli shartnomalar, sug'urta to'lovlari, migratsiya va mehnat hujjatlari bor bo'lsa, xalqaro kelishuvlar va belgilangan tartib doirasida ayrim davrlarni tasdiqlash imkoniyati bo'lishi mumkin. Lekin u faqat og'zaki kelishuv bilan.
na mehnat shartnomasi, na to'lov, na rasmiy ish beruvchi ma'lumoti bilan ishlagan bo'lsa, O'zbekistonda pensiya tayinlashda bu yillarni isbotlash juda qiyin bo'ladi. Demak, chet elda ishlagan yillar ham o'z-o'zidan stajga aylanib qolmaydi. Uchinchi misol, Dilshod 32 yoshda yaxshi daromad topadi, onlayn xizmat ko'rsatadi, buyurtma oladi. Oyiga 10 million so'm ishlashi mumkin. Lekin rasmiy daromad ko'rsatmaydi, soliq to'lamaydi, mehnat shartnomasi yo'q. Bugun u o'zini erkin va yaxshi his qilishi mumkin. Ammo 25 yil shunday ishlasa, pensiya yoshiga yetganda men butun umr ishladim deyishi mumkin. Lekin tizim qayerda rasmiy ishladingiz, qaysi davrda to'lov bo'lgan, qaysi hujjat bor deb so'raydi. Shuning uchun ayniqsa yoshlar o'z faoliyatini qonuniylashtirishga jiddiy qarash kerak. 4-misol, Muhabbat opa uy bekasi. U butun umr farzand tarbiyalagan, uy ishlarini qilgan, turmush o'rtoq ishlagan. Uy mehnati ham albatta og'ir va qadrlanishi kerak, lekin pensiya tizimi buni to'liq rasmiy mehnat staji sifatida har doim ham qabul qilmaydi. Ayrim davrlar, masalan, bolani parvarishlash davri qonunda belgilangan tartibda hisobga olinishi mumkin, lekin bu ham chegarasi emas va har bir holatda hujjatlar kerak bo'ladi. Tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh hujjatlari. Boshqa tasdiqlar zarur bo'lishi mumkin. 5-misol, Baxtiyor aka yakka tartibdagi tadbirkor. U sartaroshxona ochgan, patent yoki ro'yxatdan o'tish tartibida ishlagan, soliq to'lagan. Agar uning faoliyati rasmiy bo'lsa, to'lovlar bazada ko'rinsa, tegishli davrlar pensiya hisobida inobatga olinishi mumkin. Lekin u ro'yxatdan o'tmasdan mahallada hamma biladi-ku deb ishlagan bo'lsa, mahalla bilishi pensiya uchun yetarli dalil bo'lmaydi. Pensiya uchun mahalla fikri emas, huquqiy hujjat, to'lov va tasdiqlangan ma'lumot muhim. Kimlar ko'proq xavotir olish kerak? Birinchi navbatda norasmiy ishlayotganlar. Ikkinchi navbatda mehnat daftarchasi yo'qolgan yoki undagi yozuvlari tushunarsiz bo'lganlar. Uchinchi navbatda ishlagan korxonasi tugatilgan, arxini topa olmayotganlar. 4-navbatda uzoq yillar chet elda norasmiy ishlaganlar. 5-navbatda o'zini o'zi band qilgan, lekin rasmiy ro'yxatdan o'tmaganlar. 6-navbatda oylikni konvertda olib, rasmiyda juda kam maosh ko'rsatilganlar. Kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin? Rasmiy mehnat shartnomasi bilan ishlagan, elektron mehnat daftarchasida ma'lumotlari bor, ish beruvchi tomonidan tegishli to'lovlari o'tkazilgan, mehnat daftarchasi to'g'ri yuritilgan, arxiv ma'lumotlari saqlangan fuqarolar. Lekin men xotirjam bo'ling deganda ham tekshirmang demayman. Aksincha, xotirjam bo'lish uchun oldindan tekshirish kerak. Endi eng ko'p chalkashadigan masalalarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat. Yoshga yetish pensiya tayinlanadi degani emas. Yosh faqat shartlardan biri. Staj, daromad, hujjat, ayrim hollarda imtiyozli toifalar ham qaraladi. Shu sababli pensiya yoshiga bir oy qolganda hujjat yig'ishni boshlash juda kech bo'lishi mumkin. Ikkinchi nozik jihat, mehnat daftarchasidagi har bir yozuv avtomatik qabul qilinmasligi mumkin. Masalan, ishga qabul qilingan sana bor, lekin bo'shatilgan sana yo'q. Muhr noaniq, korxona nomi noto'g'ri yozilgan, buyruq raqami ko'rsatilmagan, lavozim tushunarsiz. Bunday holatlarda qo'shimcha tasdiq so'ralishi mumkin. Ba'zan odam 2 yil ishlagan bo'ladi, lekin daftarchada xato sabab bir necha yilini isbotlashga qiynaladi. Uchinchi nozik jihat, oylik miqdori ham ahamiyatli bo'lishi mumkin. Ko'pchilik faqat stajini o'ylaydi, lekin pensiya miqdorini hisoblashda ish haqi, rasmiy daromad, to'lovlar, belgilangan koeffitsient va tartiblar ta'sir qiladi. Agar odam 20 yil ishlagan bo'lsa-yu, rasmiy oyligi juda past ko'rsatilgan bo'lsa, kelajakdagi pensiyasi ham kutganidan kam bo'lishi mumkin. Bu ayniqsa xususiy sektorda rasmiyda minimal qolganini qo'lga beramiz degan amaliyotda ko'rinadi. Bugun qo'lga ko'proq pul olish yoqimli, lekin ertaga pensiya, kredit, ijtimoiy himoya, kasallik varaqasi kabi masalalarda rasmiy daromadning pastligi zarar beradi. 4-nozik jihat chet elda ishlash. Ko'p odamlar men 10 yil Koreyada, Rossiyada, Qozog'istonda ishladim, demak stajim bor deb o'ylaydi. Bu yerda asosiy savol: qanday ishladingiz? Rasmiy shartnoma bormi? O'sha davlatda ijtimoiy sug'urta yoki pensiya tizimiga to'lov bo'lganmi? O'zbekiston bilan tegishli huquqiy mexanizm ishlaydimi? Hujjatlarni tarjima va tasdiqlash kerakmi? Agar bular bo'lmasa, faqat pasportdagi kirib chiqish muhri stajni isbotlamaydi. Pasport siz chet elda bo'lganingizni ko'rsatadi, lekin ishlaganingizni va to'lov qilinganini to'liq isbotlamaydi. 5-nozik jihat, bolani parvarishlash, harbiy xizmat, o'qish davri kabi masalalar. Odamlar ko'pincha
institutda o'qigan yillarim stajga kiradimi? Armiyada xizmat qilganimchi? 3 farzandimni qaragan davrimchi? deb so'rashadi. Bu savollarga javob har doim bitta jumla bilan berilmaydi. Chunki qonunchilikdagi davr, hujjat va shaxsning umumiy holati ahamiyatli. Shuning uchun har bir davrini alohida hujjat bilan tasdiqlash kerak. Diplom, harbiy bilet, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomasi, mehnat daftarchasi, buyruqlar, arxiv ma'lumotnomalari. 6-nozik jihat, korxona yopilgan bo'lsa ham umidni uzmaslik kerak. Ko'pchilik zavod yopilib ketgan, endi stajim kuydi deb o'ylaydi. Har doim ham unday emas. Korxona tugatilgan bo'lsa, uning hujjatlari davlat arxiviga yoki boshqa mas'ul tashkilotga topshirilgan bo'lishi mumkin. Ba'zan tuman arxivi, viloyat arxivi, idoraviy arxiv tugatish komissiyasi hujjatlari orqali ma'lumot topiladi. Lekin bu jarayon vaqt oladi. Shuning uchun oldindan harakat qilish kerak. 7-nozik jihat, tanish orqali to'g'rilab olaman degan fikr juda xavfli. Pensiya masalasi bazalar, arxivlar, rasmiy yozuvlar bilan bog'liq. Soxta hujjat tayyorlash. Noto'g'ri ma'lumot kiritish, yolg'on arxiv ma'lumotnomasi olish qonuniy javobgarlikka olib kelishi mumkin. Eng to'g'ri yo'l hujjatlarni qonuniy tartibda tiklash va mavjud huquqlardan foydalanishdir. 8-nozik jihat. Pensiya tayinlashda ariza berish vaqti ham muhim. Odam pensiya yoshiga yetib, bir necha oy yoki yil hujjat topshirmay yursa, keyin o'sha kundan boshlab to'lab bering deb o'ylashi mumkin. Lekin amaldagi tartibda murojaat qilish sanasi, hujjatlar to'liq topshirilgan vaqt va qonunda belgilangan muddatlar muhim ahamiyatga ega. Shuning uchun pensiya yoshiga yetishdan ancha oldin tayyorgarlik ko'rish kerak. Endi eng muhim qism, siz hozir nima qilishingiz kerak? Men buni juda aniq qilib aytaman. Birinchi qadam, mehnat tarixingizni tekshiring. Agar siz rasmiy ishlayotgan bo'lsangiz, ish beruvchingizdan mehnat shartnomangiz, lavozimingiz, ishga kirgan sanangiz va oylik ma'lumotlaringiz to'g'ri yuritilayotganini so'rang. Elektron mehnat daftarchasi yoki MyPonkokuf, uz kabi davlat xizmatlari orqali mavjud ma'lumotlaringizni ko'rish imkoniyati bo'lsa, albatta tekshiring. Ismingiz, familiyangiz, tug'ilgan sanangiz, pasport ma'lumotlaringiz, ish davrlaringizda xato bo'lmasin. Ikkinchi qadam, eski mehnat daftarchangizni ko'zdan kechiring. Har bir ish joyi bo'yicha ishga qabul qilingan sana, bo'shatilgan sana. Buyruq raqami, lavozim, korxona muhri bor yo'qligini tekshiring. Agar yozuv xira bo'lsa, muhr o'qilmasa, sahifа yetilgan bo'lsa, bu masalani hozirdan hal qilishga harakat qiling. Pensiya chiqqanda ko'ramiz demang. Chunki o'sha paytda kerakli odamlar, arxivlar, hujjatlar topilmasligi mumkin. 3-qadam, ishlagan korxonangizdan yoki arxivdan ma'lumotnoma oling. Agar siz 1990-yillar yoki 2000-yillarning boshida biror korxonada ishlagan bo'lsangiz, o'sha tashkilot hozir mavjudmi? Nomi o'zgarganmi? Hujjatlari qayerda saqlanyapti? Shuni aniqlang. Tuman yoki shahar arxiviga murojaat qiling. Murojaatda to'liq ism sharifingizni, tug'ilgan sanangizni, ishlagan davringizni, korxona nomini, lavozimingizni, taxminiy yillarni yozing. Agar qo'lingizda eski buyruq nusxasi, maosh varaqasi, guvohnoma, ruxsatnoma, kasaba uyushmasi bileti bo'lsa, nusxasini ilova qiling. 4-qadam, norasmiy ishlayotgan bo'lsangiz, faoliyatingizni qonuniylashtiring. Agar siz ustachilik, sartaroshlik, tikuvchilik, repetitorlik, taksi, savdo, onlayn xizmat, hunarmandchilik bilan shug'ullansangiz, o'zini o'zi band qilish, yaka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tish yoki boshqa qonuniy shakllarni o'rganing. Bu faqat soliq uchun emas, sizning kelajakdagi ijtimoiy himoyangiz uchun ham kerak. Rasmiy faoliyat sizga kredit olishda, subsidiya olishda, pensiya hisobida va huquqlaringizni himoya qilishda yordam beradi. 5-qadam, chet elda ishlayotgan bo'lsangiz, hujjat to'plang. Mehnat shartnomasi, ish beruvchi ma'lumotnomasi, ish haqi to'lovlari, sug'urta raqami, rasmiy ro'yxatdan o'tish hujjatlari, soliq yoki ijtimoiy to'lov kvittansiyalari, bank orqali tushgan oyliklar haqidagi ma'lumotlarni saqlang. Hamma narsani telefonda rasm qilib qo'yish yetarli emas. Imkon qadar rasmiy nusxa va elektron fayllarni saqlang. Vatanga qaytganda men ishlaganman deb emas, mana hujjatlarim deb bo'lishingiz kerak. 6-qadam, pensiya yoshiga yaqinlashgan bo'lsangiz, kamida 6 oy oldin tayyorgarlikni boshlang. Tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga boring, maslahat oling, hujjatlar ro'yxatini so'rang. Pasport yoki ID karta, mehnat daftarchasi, ish haqi ma'lumotlari, arxiv ma'lumotnomalari, harbiy bilet, diplom, farzandlar tug'ilganlik guvohnomalari va boshqa zarur hujjatlarni tayyorlang. Qaysi hujjat yetishmayotganini oldindan bilsangiz, uni topishga vaqt bo'ladi.
7-chi qadam rasmiy murojaat qilishni o'rganing. Og'zaki so'rash yaxshi, lekin muammo bo'lsa, yozma ariza bering. Agarda men falon yillar falon korxonada ishlaganman, ushbu davrni tasdiqlovchi ma'lumotnoma berishingizni so'rayman deb aniq yozing. Arizangiz kirim qilingan raqamni oling. Davlat xizmatlari markazi, arxiv pensiya jamg'armasi, sobiq ish beruvchi yoki boshqa tashkilotlarga murojaat qilganda hujjatlarning nusxasini saqlang. Javob kelmasa, qayta murojaat qilish va yuqori turuvchi organga shikoyat qilish imkoniyatingiz bo'ladi. 8-chi qadam, oiladagi kattalarning hujjatlarini ham tekshiring. Ota-onangiz, qaynota-qaynonangiz, buva-buvingiz pensiya yoshiga yaqin bo'lsa, ularning mehnat daftarchasini birga ko'rib chiqing. Ko'p yoshi katta odamlar hujjat masalasida qiynaladi. Qayerga borishni bilmaydi, ariza yoza olmaydi. Farzandlar yordam bersa, ko'p muammolar oldindan hal bo'ladi. Ayniqsa qishloq joylarda eski kolxoz, sovxoz, shirkat xo'jaligi hujjatlarini topish uchun vaqt va sabr kerak bo'ladi. 9-chi qadam, rasmiy oyligingizga befarq bo'lmang. Ish beruvchi sizni rasmiyda yarim stavka ko'rsatib, amalda to'liq ishlatsa yoki oylikning katta qismini konvertda bersa, bu bugun oddiy kelishuvdek ko'rinadi. Lekin ertaga pensiya hisobida mehnat nizosida ishdan bo'shaganda kompensatsiya olishda, kasallik varaqasida siz zarar ko'rishingiz mumkin. Shuning uchun ish beruvchidan mehnat shartnomasini qonuniy rasmiylashtirishni talab qilishdan uyalmang. 10-chi qadam, ma'lumotni faqat mish-mishdan olmang. Telegramdagi sarlavha, qo'shnining gapi, bozordagi mish-mish, bir tanishim aytdi degan gaplar asosida xulosa chiqarmang. Pensiya masalasi bo'yicha eng to'g'ri manbalar, pensiya jamg'armasi bo'limlari, rasmiy saytlar, mypokokov.uz, qonunchilik hujjatlari, davlat xizmatlari markazlari va malakali huquqshunoslar. Agar sizga endi hech kim pensiya olmaydi deyishsa, darrov vahimaga tushmang. Savol bering. Qaysi qaror, qaysi qonun, qaysi toifa, qaysi shart? Men ekspert sifatida yana bir narsani alohida ta'kidlayman. Pensiya tizimi hujjat intizomini yaxshi ko'radi. Ya'ni sizning hayotingizdagi mehnat faoliyati qanchalik hujjatli, rasmiy va izchil bo'lsa, pensiya masalasida shuncha kam qiynalasiz. Aksincha og'zaki ishladim, kelishib olgan edik. Hamma biladi. Rahbar tanish edi. Daftarchani keyin to'ldiramiz degandi. Kabi holatlar yillar o'tib sizga muammo bo'lib qaytadi. Demak, bugungi mavzudan asosiy xulosa shuki, pensiya hammaga avtomatik tarzda beriladigan oddiy to'lov emas. Pensiya olish uchun yosh, staj, rasmiy hujjatlar, ish haqi va tegishli tasdiqlar muhim. Pensiya bo'lmaydi degan gapni vahma sifatida emas, har bir odamga berilgan jiddiy signal sifatida qabul qilish kerak. Kimki rasmiy ishlagan, hujjatlarni saqlagan, to'lovlari bazada bor bo'lsa, u ko'proq xotirjam bo'lishi mumkin. Kimki norasmiy ishlagan, hujjatsiz yurgan, chet elda tasdiqsiz mehnat qilgan bo'lsa, hozirdanoq choralar ko'rishi shart. Men sizga maslahat beraman. Bugunoq mehnat daftarchangizni oching, elektron ma'lumotlaringizni tekshiring. Eski ish joylaringiz bo'yicha hujjatlarni yig'ing. Norasmiy faoliyatni qonuniylashtirish haqida o'ylang. Bu ishlar bir kunda bitmasligi mumkin, lekin bugun boshlagan odam ertaga kamroq qiynaladi. Sizning fikringiz qanday? Sizda pensiya staji, arxiv, mehnat daftarchasi yoki norasmiy ish bilan bog'liq muammo bo'lganmi? Izohlarda yozib qoldiring, boshqalar ham tajribangizdan foydalansin. Videoga like bo'lsin, yaqinlaringizga yuboring. Ayniqsa pensiya yoshiga yaqinlashgan ota-onangizga ko'rsating. Kanalga obuna bo'ling. Chunki men keyingi videolarda ham oddiy odamlar hayotiga bevosita ta'sir qiladigan muhim mavzularni tushunarli qilib yoritishda davom etaman.